Hasan Basri rahmatulloh alayh bir kuni kechasi bilan Alloh azza va jallaga duo qilib chiqqan ekanlar. Ey Robbim, menga zulm qilgan, menga yomonlik qilgan kimsalarni afu qilgin, kechirgin deb istig'for so'rab chiqqan ekanlar. Shunda yonlarida turgan kishilar: ey Hasanul Basri, siz o'zingizga yomonlik qilgan kishilarning haqiga Allohdan shu darajada istig'for so'radingizki, hatto biz sizga yomonlik qilgan kishilarning o'rnida bo'lib qolishni xohladik degan ekanlar. Chunki inshaalloh u kishining duolari ijobat umid qilinadi-da. Shunda Hasanul Basri aytgan ekanlarki, axir Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. A'udhu billahi minash